Assalomu alaykum hammaga. Bugungi bizdagi mavzu uchburchak tengizligi va perimetri. Birinchi marta uchburchak tengizligi nimaligini bilishdan oldin biz o'zi aslida uchburchak nimaligi haqida gaplashadigan bo'lsak, uchburchak deb tekislikda bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan 3 ta nuqta berilgan bo'lsin. Va shu bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan 3 ta nuqtani kesmalar bilan tutashtirish natijasida hosil bo'lgan geometrik shaklga biz uchburchak deymiz. Va boyagi kesmalarni biz belgilab qo'ygan nuqtalarimizni katta harflar bilan belgilab olamiz. Ya'ni A, B, C nuqtalar. Bizda hosil bo'ldi AB kesma, AB kesma, BC kesma va AC kesma hosil bo'ldi. Va aynan mana shu kesmalarga biz uchburchakning tomonlari deymiz. C burchak ABC, aynan ana shu ABC harflar bizda burchaklarni anglatadi. Ya'ni burchak A, burchak B va burchak C ko'rinishda bo'ladi. Endi burchak C qarshisidagi tomon kichkina C tomon bilan belgilansa ham bo'ladi. Burchak A qarshisidagi tomonni biz kichkina A harfi bilan va burchak B qarshisidagi tomonni biz kichkina B harfi bilan belgilaymiz. Masalan, deylik BC tomonni biz BC tomon yoki A tomon desak ham bo'ladi. Endi uchburchak tomonlariga ko'ra 3 turga bo'linadi. Birinchi tur bizda teng tomonli uchburchak. Teng tomonli uchburchakda har uchala tomon va uchala burchak teng bo'ladi. Buni biz muntazam uchburchak desak ham bo'ladi. Muntazam uchburchak yoki muntazam to'rtburchak deb biz ham tomonlari hamda ham burchaklari teng bo'lgan shakllarga muntazam deymiz. Ya'ni bu yerda uchala tomon A harf bilan belgilanadi. Va biz bilamizki uchburchakning ichki burchaklari 3 ta bo'ladi va shu 3 ta burchaklar yig'indisi masalan alfa plus beta plus gamma 180 gradusga teng bo'ladi. Va bunda hamma burchaklar teng bo'lgani uchun har bitta burchakni biz 60 gradusdan deb belgilaymiz. Ya'ni muntazam uchburchakda hamma tomonlar teng va burchaklari 60 gradusdan bo'lar ekan. Bu uchburchagimizning perimetri P teng 3 ko'paygan A ko'rinishda bo'ladi. Keyingisi ikkinchi uchburchagimiz bu teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchakda bizda ikkita yon tomonimiz teng bo'ladi. Va shu ikkita yon tomonga teng bo'lmagan tomon bizda asos deyiladi. Ya'ni bu yerda A asos, B'lar bular yon tomonlar. Va shu teng yonli uchburchagimizni asosiga yopishgan ikkita burchaklari teng bo'ladi. Asosga yopishgan ikkita burchaklar teng bo'ladi va biz uchinchi burchakni beta harfi bilan belgilab olamiz. Bu uchburchagimizning perimetri, ya'ni perimetr degani tomonlar yig'indisi 2B plus A ko'rinishda topiladi. Endi uchinchisi bizda turli tomonli uchburchak. Bu yerda bizda burchaklar ham, tomonlar ham turli xil bo'ladi. Ya'ni A, B, C, A, C, B deb belgilab oladigan bo'lsak, bu yerda burchak A, burchak B, burchak C ning yig'indisi 180 gradus bo'lishi kerak. Va shu uchburchak perimetri A qo'shilgan B qo'shilgan C ko'rinishda bo'lar ekan. Endi bizda keyingi gaplashishimiz kerak bo'lgan narsa bu albatta uchburchak tengizligi. O'zi uchburchak tengizligi nima degani? Biz har qanday uzunlikdagi kesmalardan uchburchak yasay olmaymiz. Masalan, deylik uchburchak yasaydigan bo'lsak,
va uning tomonlarini qanday A, B, C harflar bilan belgilaydigan bo'lsak, shu uchburchagimizning ixtiyoriy ikki tomonining yig'indisi 3-tomondan katta bo'lishi kerak. C tomonidan katta bo'lishi kerak. Va bizada B plus C A dan katta bo'lishi kerak. Yoki A plus C B dan katta bo'lishi kerak. Va shu 3 ta holat bir varakayiga, ya'ni birdaniga bir-birini qanoatlantirgan holda bajarilishi kerak. Ya'ni deylik bizda uchburchak berilgan. Tomonlari 3, 4 va 8. Ko'rib turganimizdek hozir 3 ga 4 ni qo'shadigan bo'lsak, bizaga 8 dan kichkina bo'lib qolyapti. Ya'ni mana bu yerdagi tengsizlikni qanoatlantirmayapti. Demak, bunaqa turdagi uchburchak bizada yo'q. Bunaqa uchburchak yasab bo'lmaydi. Hozir misollarda bu narsani birin-ketin ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, berilgan savolda uchburchakning birinchi tomoni x ga teng debdi. Xo'p, uchburchak oladigan bo'lsak, oladigan bo'lsak, bitta tomonini biza x deb belgilar ekanmiz. Ikkinchi tomonini undan 3 cm qisqa, demak x-3 harfi, bu x-3 bilan belgilab olsak bo'ladi. Va uchinchi tomoni esa birinchisidan 2 cm uzun, ya'ni birinchisini biz x deb belgilab olgandik. Shu tomonimizdan 2 cm uzun ekan, ya'ni x plus 2 bo'lgan. Shu uchburchakning perimetri, ya'ni tomonlar yig'indisi topilsin degan bu darajada qiyin misol emas. Perimetr teng bo'ladi. Shu berilgan uch tomonni bir-biriga qo'shib chiqishimiz kifoya, ya'ni x plus x minus 3 plus x plus 2. Ya'ni bu 3x minus 1 ko'rishdagi ifodaga kelar ekan. Xo'p, berilgan uchburchakda a ning qanday qiymatlarida uzunliklari moslashishda 1 plus a 1 minus 2a va 2 ga teng bo'lgan kesmalardan uchburchak yasash mumkin deb so'ragan. Xo'p, birinchi bitta uchburchak chizib olamiz. Bitta uchburchak chizib oladigan bo'lsak, masalan, bizada bitta tomonni 1 plus a degan, 1 plus a, ikkinchisini 1 minus 2a deyapti. 1 minus 2a. Va ikkinchisi, uchinchi tomonni 2 deyapti. Xo'p. Endi bizada aytganki, shu kesmalardan, ya'ni a ning qanday qiymatlarida shu kesmalardan uchburchak yasasa bo'ladi deb savol bergan. Uchburchak tengsiga qo'yamiz. Biz bilamizki, ixtiyoriy ikki tomon yig'indisi uchburchakda 3-tomondan katta bo'lishi kerak. Ya'ni ixtiyoriy ikki tomon, masalan, bu ikki tomon oladigan bo'lsak, xo'p, 1 plus a plus 1 minus 2a katta bo'lishi kerak 2 dan. Berilgan tengsizlikni ishlaymiz. Berilgan tengsizlikni ishlaydigan bo'lsak, bizada bu narsa 2 minus a katta 2 dan bo'ladi. Shunda bu narsa bizada hozir ya'ni bu yerda 2 minus a katta bo'ladi 2 dan. Shunda bu minus a katta bo'ladi 0 dan. A kichkina bo'ladi 0 dan. Demak, bizada ayimiz birinchi tengsizlikda 0 dan kichkina bo'lishi kerak ekan. Endi biza 1 plus a hamda 2 ni qo'shib ko'ramiz. 1 plus a plus 2 katta bo'lishi kerak 1 minus 2a dan. Shunda bu bizada 3 plus a katta bo'lishi kerak 1 minus 2a dan. Va 2 ni bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak, 3a katta bo'lishi kerak 1 minus 3 dan. 3a katta bo'lishi kerak minus 2 dan. Bizada a katta bo'lishi kerak minus 2 taqsim 3 dan deb chiqyapti. Endi keyingisi 2 bilan 1 minus 2a ni qo'shamiz. 2 plus 1 minus 2a katta bo'lishi kerak 1 plus a dan. Shunda bizada
Bu yerda 2 plus 1 3 minus 2a katta 1 plus a dan hosil bo'ladi. A ni bu tomonga oladigan bo'lsak, minus 3 da a katta, minus 2 dan a kichkina bo'lishi kerak ekan, 2 taqsim 3 dan. Endi biza berilgan qiymatlarni kesishtiramiz. Shunda bu bizada 2 taqsim 3, 0 va minus 2 taqsim 3. Minus 2 taqsim 3 dan kattasi 0 dan to'g'ri, 0 dan kichigi va 2 taqsim 3 dan kichigi. Demak, umumiy kesishgan joyi minus 2 taqsim 3 dan 0 gacha bo'lyapti va bizda to'g'ri javob a ning qiymatlari minus 2 taqsim 3 dan 0 gacha bo'lishi kerak ekan. Demak, bizda 7-chi misolimizning javobi minus 2 taqsim 3 dan 0 gacha bo'lishi kerak bo'lgan. Uchburchakning ikkita tomoni 0,8 va 1,9. Uchinchi tomoni uzunligini butun son ekanligini bilgan holda, demak, uchinchi tomonni biz x deb olamiz va u butun son ekan. Butun son deb yozamiz. Va bilgan holda shu tomonni toping debdi. Xo'p, uchburchak deb olamiz. Uchburchak deb oladigan bo'lsak, bitta tomon 0,8 0,8 va 1,9 deb belgilab olamiz. Uchinchi tomon x bo'lsin. Uchburchak tenglikka qo'yadigan bo'lsak, bizda x plus 0,8 katta bo'lishi kerak 1,9 dan. X katta bo'lishi kerak 1,1 dan. Keyingi holat x plus 1,9 katta bo'lishi kerak 0,8 dan. X katta bo'lishi kerak minus 1,1 dan. Lekin mana shu holatda hozir uchburchakning tomoni manfiy sondan katta bo'lishi kerak deyapti. Biz x deb uchburchakning tomonini belgilab olganmiz va uchburchakning tomoni tabiiyki manfiy sondan katta bo'ladi. Chunki uzunlik bizda manfiy sonda kelishi mumkin emas. Shuning uchun ham bu tenglikni olish shart emas. Keyingisi 0,8 ga 1,9 ni qo'shsak katta bo'lishi kerak x dan. X kichkina 2,7 dan. Endi hozirda oraliqcha degan bo'lsak, son nurida 2,7 dan kichkinasi va 1,1 dan kattasi olinadi. Ya'ni javob 1,1 dan 2,7 gacha bo'lar ekan. Xo'p, 15-chi misolda teng yonli uchburchakda A va C burchaklar teng debdi. Xo'p, demak, asosga yopishgan burchaklar xulosa qiladigan bo'lsak, A va C bo'lgan, ya'ni teng yonli uchburchak degan bo'lsak, A, C burchaklar teng bo'lgan. Va mana bu yerda B tomon turibdi. Biz bilamizki, AB tomon va BC tomon hozir teng yonli uchburchakda teng. Chunki asosdagi yopishgan burchaklar mana shu ikkita burchak bo'lsa agar, bu ikki yon tomon AB va BC bo'ladi. Ikkalasini, bittasini. Xo'p, endi AB bo'lingan AC tomon deyapti. Bizda 5 ga 3 nisbatda ekan. Nisbatlarni 5x ga 3x deb belgilab olamiz va AB ni 5x, AC ni 3x deb belgilaymiz. O'z-o'zidan BC tomonimiz ham 5x ga teng bo'ladi. AB ayrilgan AC deyapti, bizda 13 ga teng. Ya'ni AB ayrilgan AC, ya'ni 5x ayrilgan 3x bizda 13 ga teng. 2x teng 13, x teng 6,5 degan javobni beradi. Endi shu 13 emas, 3 ekan. Xo'p. 3. Endi bizda shunda 1,5 degan javobni beradi. Endi perimetrimiz bizda hozir 5x plus 5x plus 3x bo'lgandan keyin bu narsada 13x bo'ladi-yu, teng bo'ladi 13 ko'paygan 3 taqsim 2 ga yoxud 39 taqsim 2, ya'ni 19,5 ga
teng bo'lar ekan. Perimetrimiz shunda berilgan teng yo'nli uchburchakda 19,5 bo'lgan. Xo'p, 16-misolda aytilyaptiki, teng yo'nli uchburchakning demak, teng yo'nli uchburchakning perimetri 10 ekan va yon tomoni asosdan 12 marta uzun ekan. Demak, asosda x, yon tomonni 12x, ikkinchi yon tomoni ham 12x dan deb belgilab olamiz. Uchburchakning asosi nimaga teng deb so'ralyapti. Xo'p, bizga x so'ralgan. Biz bilamizki, perimetr bu tomonlari uzunliklarining yig'indisi. X plus 2 ko'paygan 12x. Ya'ni 2 ta 12x borligi uchun bu 2 ko'paygan 12x bo'ldi. Teng 10. 25x teng bo'lishi kerak 10 ga. X teng bo'lishi kerak 10 taqsim 25 ga. Shunda bu 5 ga qisqartirsak 2 taqsim 5 ga teng bo'lar ekan. Demak, uchburchakning asosi 2 taqsim 5 bo'lgan ekan. Berilgan misolda aytilyaptiki, uchburchakning tomonlari 12, 18 va x ga teng. Demak, uchburchak chizib olamiz. 12, 18, x deb belgilab olamiz. Uchburchakning yarim perimetri, ya'ni 12 plus 18 plus x bu bizga perimetrini bersa agar, shuning yarmi, ya'ni 30 plus x taqsim 2 ning qiymati qaysi oraliqqa tegishli bo'ladi? Buni bilish uchun biz birinchi navbatda x joylashgan oraliqni bilib olishimiz kerak. Bunda bizga uchburchak tengsizligi yordam beradi. Ya'ni ixtiyoriy ikki tomon yig'indisi 3-tomondan katta bo'lishi kerak. X katta bo'lishi kerak 6 dan. Birinchi yechim. Ikkinchisi 12 plus 18 katta bo'lishi kerak x dan. X kichkina bo'lishi kerak 30 dan. Va oxirgisi x plus 18 katta bo'lishi kerak 12 dan. X katta bo'lishi kerak -6 dan. Bu aytganimizdek uchburchakning tomoni manfiy tomon har doim katta bo'ladi. Shuning uchun ham bu tengsizlikni olish shart emas. Endi bizda 30 dan kichkina va 6 dan katta, bu bizda x joylashgan oraliq, ya'ni ximiz bizda 6-30 oraliqda bo'lgan. Endi yarim perimetrini topamiz, ya'ni 30 plus x taqsim 2. Birinchi navbatda berilgan oralig'imizning eng kichkina qiymati, ya'ni 6 ni qo'yib qo'yamiz. 30 plus 6 taqsim 2 teng bo'ladi 18 ga. Bu yerda 6 kirmaganligi uchun bizda 18 ham kirmaydi. 18 dan endi navbat 30 ga. 30 plus 30 taqsim 2, ya'ni 30 bo'ladi. 30 gacha bo'lar ekan. Demak, uchburchakning yarim perimetri 18 va 30 oraliqga tegishli bo'lar ekan.